akalar. O'ta noyob mana akalar. O'ta go'zallar. Jonivor 90 ekan akalar, uzunligi ham. Ko'rishlari mumkin 84-85 chiyapti qo'ylar akalar bo'yi. Jonivorni qaranglar. Haqiqiy dalada yurgan akalar. Echkilar bilan quloq uchun yurgan qo'ylar. Quloqlari yoki tomoqlari ko'rinib turibdi mana qo'ylar akalar. O'ta chiroyli narsalar. Assalomu alaykum Elmurotus kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida yana o'zimizning xonadonimizga olib bormoqdamiz akalar. Xudo xolasa akalar, bugunga qo'ylarda haqiqiy noyoblardan kelgan. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Bugunga bo'g'oz qo'ylar va egizakchi qo'ylarni o'ta chiroylilardan akalar. Bo'lmasam sizlarning vaqtlaringiz olmasdan biz video syomkalarimizni boshladik. Bugun haftaning payshanba kuni 23-oktyabr 2025-yil. Biz video syomkalarimizda akalar Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida olib bormoqdamiz. Ko'pchilik manzil qayda deb so'rashyapti. Mana bemalol kelib ustida ko'rib olasizlar akalar. Bo'lmasam onlayn olaman desalaring telefon orqali ham jo'nataveramiz. Dastlabkasini akalar Samarqand, Buxorogacha qilib yetkazib beryapmiz xudo xolasa. Mana birinchi partiyasiga akalar 3 dona sog'lig'imiz akalar. Bularda akalar mana shu ikkitasi bo'g'oz. Bu akalar 50 yillik. Bu ham qo'chqor bilan yurgan, lekin bo'g'oz o'xshayapti. Endi naq emas akalar, hali yilin solmagan. Bu qo'y ham akalar nariga qo'ydi sherigi ikkalasi. Ikkalasi birga yurgan mana. Xudo xolasa. Buni yoshi 2 tish. 2 tish akalar, bu ikkalasi 4 tishdan. Mana endi 6 tishga o'tyapti akalar. Narigisi 4 tishga o'tyapti. Xudo xolasa akalar, birinchi, ikkinchi qoringa bo'g'oz xudo xolasa mana. Ko'rishlari mumkin. O'ta chiroyli narsalar mana akalar. Simpat keladi-yu, dumbalari tik dumba mana akalar. Dumbasi osilib ketmaydi. Raketa dumbadan. Mana. Razilari ham cho'tki mana akalar. Bo'g'ozligini ham ko'rdinglaring. Xudo xolasa. Bularni akalar sizlarga bo'ylarini o'lchab bir qator ko'rsataman. Yaxshilab ko'rib olasizlar akalar. Mana. Mana akalar oyog'ini uchidan old oyog'icha bukilib turibdi. Shuni hisobga olasizlar. O'sh metram o'chib ketibdi. Qani? O'sh necha? 77 akalar, 77 ekan bu. Jonivor to'g'ri ekan. Mana akalar 77 chishyapti. Akalar 75 plyusga beraveramiz. Qo'ylarcha hurkaroq ekan mana. Ko'rdinglaring o'zlaring. 75 plyusga olasizlar xudo xolasa. Qo'ylarni akalar mana 75 ga beraveramiz. Xudo xolasa yeb ichishlari zo'r. Yeb ichishlaridan akalar umuman yo'q. Mana zo'roqdan bitta qo'y mana oyoqlari, tirnoqlari o'sib ketmagan akalar. Bir qarich bo'ldi. Dalada yurgan qo'ylar. Mana ko'pchilik endi toqqa qo'yib beraman deb olishyapti. Mana xudo xolasa yetkazib beramiz sirayla qilib. Hurmatli obunachilar, bularni narxini akalar u 5,5-6 million deyish kerak yo'q. 5 milliondan kami bor akalar. Dastlabkasi ichida yetkazib beramiz. Xudo xolasa. 5 milliondan bo'lsa akalar, Buxorogacha dastlabki qilib beraman uchalasini bir joyga. Tanlab olishga kelishamiz. Akalar, agar kelib ustida realni olaman deganlar telefon qilsa akalar, 4 million 800 mingdan beraman. Uyga kelib o'zlaring olib ketsalar akalar, ko'rib o'z bilan. Bo'lmasam endi keyingilarga navbat. Hurmatli obunachilar, mana keyingi partiyasiga akalar 3 dona qo'zi sudan bo'lsin va zot tozasidan bo'lsin degan obunachilarimiz. Mana akalar. O'ta kiyiq qo'ylar ekan lekin akalar, buni qo'yib qaranglar, go'zalligini akalar. O'ta noyobidan mana akalar. O'ta go'zallar. Jonivorlar qaranglar. Quloqlarini qaranglar akalar, quloqlarini. Qo'ylardi mana akalar. Boqib maza qiladigan variantdan akalar mana. Qo'ylar o'zi to'laydigan variantdan akalar qo'ylar. Jonivorlar hammasi qo'zi. Bir akalar 7 oylik, 8 oylik atrofida bo'lsa kerak mana. Mash qo'y ham juni olingan ekan mana. Egasi arashan dedi, endi u yo'q, Alloh alam. Mana qo'ydi qaranglar akalar. Haqiqatan taglari fondi oq qo'ydi. Mana. Mashinasi ham o'ta boshqacha ekan mana, qo'ydi qaranglar akalar. O'ta chiroyli ekan. Mana. Yebichlari xudo xolasa zo'r akalar. Bo'ylari mashina 70 plus bo'lsa kerak. Bitta bo'yni o'lchab olamiz. Hozir shunda chiqarib video qilyapmiz. Mana akalar. Kalla boshlari o'ta chiroyli qo'ydi. Mana ko'ryapsizlar akalar, uzoqdan ham video syomka qilyapmiz. Uzoqdan olyapmiz qo'ydi. Mana.
videoda kattaroq ko'rinadigan aka-ukalarimiz uchun mana janovorlar. Xudo xolasa bular qo'chqorlar bilan yurgan hammasi. Lekin bo'g'oz qisirligiga biz garantiya beramiz 50 ga 50. Mana janovorlar akalar. Hurmatli obunachilar, bularni vaqt o'tkazmay narxlamalarga keladigan bo'lsak, uchalasini akalar bir joyga olaman deganlarga, hurmatli obunachilar, bular bo'ladigan narxini akalar 4 milliondan dastlabki qilib yetkazib beraman akalar. Bemalol telefon qilib chiqarasiz. Unaqa dollarga qo'yish kerak yo'q akalar. Bo'ladigan narxni aytib, tezroq sotib akalar ish qilish kerak dangalga. O'ga odamlar baraka topsin deydi-yu. Mana akalar. Xudo xolasa klient yo'q qolishga yo'lda qilib beramiz. Nima deysiz? Mana munchoqlari ham bitta chiroyli qo'ydi mana. Kimga ma'qul ekan bo'lsa telefon qilib chiqarasizlar. Hurmatli obunachilar, mana keyingi partiyasiga akalar 2 dona egizasizdan akalar. Bu ikkalasi ham akalar bitta qo'ydi bolasi. Bugun bozordan o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib oldik, xudo xolasa mana. Prosta bittasi qora, bittasi sariq akalar. Lekin kalla boshlari, quloq joylashuvlari hamma yeri bir xil akalar. Dalada yurgan, yem-pem yemagan ekan qo'ylar akalar. O'tda qora qo'ylar ekan mana. Ko'rishlaringiz mumkin qo'ylar akalar. Mana buni qo'ydi qaranglar. Oyoq qo'llari uzun. O'ta chiroyli narsalar ekan mana. Mana qorasini ham ko'rsataylik. Jonivorda mana. Yemlarni urib qo'ydi mana akkalarni. Suyaklik variantidan akalar qo'ylar. Katta-kattadan qo'ylar mana shunaqa qo'ylar bo'ladi akalar. Suyagi buzuq qo'ylar bo'ladi mana shunaqa. Hurmatli obunachilar, bularni bo'yini o'lchamadik. Hozir video tugagandan keyin o'lchab hallaq olamiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Qolgan ma'lumotlarni telefonda beraveramiz akalar. Qo'ylarcha hurkaroq ekan. Bularni akalar narxini ikkalasini akalar 7,5 millionga dastlabki qilib beramiz. Bemalol telefon aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa sog'lom qo'ylar. Yosh oyligi akalar 7 oylik atrofida. Bo'ylari akalar 70 plus bo'lsa kerak. 70 atrofida do'ramiz. Mana. Quloqlari yoki tomoqlari ko'rinib turibdi mana qo'ylar akalar. O'ta chiroyli narsalar mana. Telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Hurmatli obunachilar, mana keyingi partiyasiga naq bo'g'ozdan bo'lsa olaman degan obunachilarimiz bor edi. Mana akalar, sizlarga naq bo'g'ozlardan keldi. Shunchalik qorani. Bitta bo'ylarini o'lchab topdim mana. Mana akalar. Mana jonivorlar to'g'y-to'g'yda yotibdi mana. Yerlar lapilla yotibdi mana. Bunisini ham ko'rishlaring mumkin mana akalar. Hozir buni bo'yini o'lchab mana akalar. Bularni tishi akalar 8 taga o'tgan mana. Ko'rishlaring mumkin. 80 ga yaqin ekan bu. 78 ga beraylik. Monosi akalar, lekin tochni 80 chiqadi bunisi mana. Bir qari junda ichida emas qo'y. Ko'rishlaring mumkin akalar. Xudo xolasa naq bo'g'ozlardan akalar. Akalar buni qora qo'ydi. Bitta ikkita yo'tali bor ekan. Aytib o'tiramiz. Lekin qo'y qoni zo'r qo'ydi. Qoni zo'r chiqadi. Yeb ichish o'ta kam bo'lgan qo'ydi. Mana akalar. Nima bo'lsalaring, somonni ham yeydi jonivorlar. Hurmatli obunachilar, mana kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Bularning narxini akalar 5 milliondan Buxorogacha dastlabki qilib yetkazib beramiz. Nimaga akalar aynan Buxorogacha deyapmiz? Chunki YouTube'dagi obunachilarimiz ko'p akalar Buxorodan ekan. Buxorodan ko'pchilik telefon qilishyapti akalar. Jonlaring sog' bo'lsin. Paydash qilib turganlaringga rahmat. Mana akalar, lekin vodiy bo'ylab Toshkentgacha bo'lsa, narxini chiroyli qilib o'tib beramiz akalar. Bemalol telefon aloqa chiqarasizlar. 5 milliondan kami bor akalar. Qo'yavering bo'ldi. Ko'rishlaring mumkin. 2 dona. 3 dan tuqqan akalar, xudo xolasa 4-qoringa bo'g'oz mana jonivorlar. Ko'rishlaring mumkin. Endi keyingilarga navbat. Hurmatli obunachilar, mana keyingi partiyasiga 1 dona sog'liqni yirigidan bo'lsin degan obunachilarimiz uchun mana akalar. Uzunligi ham o'ta uzun akalar. Dumbasi ham o'ta boshqacha akalar qo'ydi. Mana. Kam dumbadan akalar. Qochishga ham umuman qiynalmaydi. Bo'g'oz variantidan akalar mana. Yerini ham ko'rinib turibdi jonivorlar. Yelin solib qo'ygan. Va xolasa tishni ko'rsataylik Chiramajon aka. Mana akalar. 6 tishga o'tgan. Mana. Tishlari qilich. Bo'yni ham turcha qo'ydi, bo'yni ham. Ikkita tuqqan qo'y akalar qo'y. Mana yerdan akalar. O'sh. Ko'rishlaring mumkin 84-85 chiyapti qo'ylar akalar bo'yi. Uzunligi ham to'qib qo'yilib bir turunch. Uzunligi ham o'ta uzun qo'ydi akalar mana. Mana shu yerdan qo'yaveraman, o'zdan ko'rib o'lasizlar mana akalar. Jonivor 90 ekan akalar uzunligi ham. Mashalloh.
Akalar kommentariyga o'z fikrlaringizni qoldirib ketasizlar. Sizlarning fikrlaringiz biz uchun muhim. Buni narxini akalar 5 millionga dasibga qilib beramiz. Telefon aloqa chiqarasizlar. Hurmatli obunachilar, bir dona sog'liqni kiyigidan akalar. Qo'z variantidan. Akalar mana jonivorni qaranglar. Haqiqiy dalada yurgan akalar. Echkilar bilan qo'g'lag'achini yurgan qo'y mana jonivor. O'tda boshqacha ekan akalar, qo'ydi umuman o'sha bo'lmaydi. Bo'yi akalar 72-73 sm chiqdi. Mana turishini qaranglar akalar. Startda tayyor turibdi jonivor. O'tda kiygan qo'ylar. Dumbalari tik dumbali ekan qo'ylar akalar. Oyoq qo'llari o'ta baquvvat qo'y. Katta bo'lib ketadigan zotidan akalar. Mana. Jonivor. Endi qo'yni yaxshilab ko'rsatib olmayapti, lekin akalar dumba razizlari cho'tki qo'ydi. Mana garantiya qo'yga akalar. Xudo xolasa zotiga ham, o'ziga ham garantiya beramiz bu qo'yni. Mana. Ko'ringlar qo'ydi. Kiyik o'sha turibdi. Mana. Turishini qarang. Turishga bitta baho beramiz buni. Hurmatli obunachilar, vaqtlaringizdan bo'lsa bu narx aytadigan bo'lsak, buni akalar narxini 4 millionga dastlabki qilib yetkazib beramiz. Bemalol telefon aloqa chiqarasizlar. Qochib ketsa bizda emas akalar. Uyga borgandan keyin sizlar akalar xolasa.